Bir yil oldin mo'jizalarga ishonib, qo'limni shikillatishim bilan basseyn qurilib qoladi deb o'ylagan ahmoq men. Bir ishni boshlashdan oldin ko'p kuch va qurug'idan ko'proq cho'ntakka qo'yib qilish kerakligini bilardim, lekin bunchalik kuch ketishini bilmasdim. Sizga ko'rinishidan oson tuyulsa-da, hech qanaqa makinalarsiz qo'limiz bilan bir haftada qazidik. Hammasi meni kontrolim ostida bo'lgan hashashalarga qanday sement quyishni o'rgatib, o'zim ot yulgani ketdim. Bu basseynga 24 soat sement quyildi desam ishonasizlarmi? Buncha ishdan keyin anjancha deziri guruch osh bilan mehmon qildim. Beton qatigandan keyin ertasi kuni o'zimiz oilaviy yana tozalashni boshladik. Ichida turpoqlar qolmaydigan shaklda supurib tozalab, bilasizlar, beton ko'p suv emadi, suv ochib qo'ydik. Bir haftadan keyin basseyn quradiganlar kelishdi va basseynni qurishni boshladi. Bu agar boshqa joyga ketadigan bo'lsangiz, yig'ishtirib olib ketaveradigan juda ham qulay basseyn. Ular qurib ketgandan keyin xotinga yana ish chiqdi. Atrofini g'ish bilan urib chiqdik. Qizlar boshida juda ham qiyin edi, qo'rqdik qila olmaymiz deb, lekin Alloh yordam berar ekan. Endi ota-bobolarimiz xotin qo'sh ho'kiz deganlardek, biz ham shu iboralarga amal qilgan shaklda ba'zi insonlar aytadi, biroz ayol bo'ling, erkak bo'lmang. Agar men ayol bo'lsam, erimga kim yordam beradi? Sizni eringiz kelib yordam bersin unda. Bu yerda nimani ko'rsatib berishga harakat qildim. Agar xohlasangiz, qo'lingizdan hamma ish keladi. Bog'laring